ночи вечер рано настает, незаметно реки покрывает лед, и вьюге голос слышен, и снег лежит на крышах. Новый год идет, песни новогодние метель поет, за окном снежинки водят хоровод, огни на елках светят и радуются дети. Новый год идет, Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять произойдут. Новый год настает, откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут. Пусть обилие сомнений и невзгод уходящий год с собою заберет, и пусть под снегом белым он скроет все проблемы. Новый год идет, праздник отмечая, знаем наперед, что грядущий год нам счастье принесет. Исполнятся желания, свершатся ожидания. Новый год идет, Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять произойдут. Новый год настает, откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут. Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять произойдут. Новый год настает, откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут. Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять произойдут. Новый год настает, откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут. Новый год к нам идет, и все мы верим, что чудеса опять произойдут. Новый год настает, откройте двери, ведь он приходит лишь туда, где его ждут, где его ждут. Новый год.
sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yana odamlaydi soat millari, hayot sabog'ini eslatar go'yo. Yillar to'ldiradi umr daftarim. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Bu yolg'on emas va yoki ro'yo. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon diydor. Yangi yil baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtdoshim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, bitmasin yana yil oshim. Bugun sog'inamiz yorug' so'zlarni, sizga aziz do'stim, aziz yurtim. Shu aziz zaminga fayzlar yog'ilsin, baxtlar tark etmasin yana yil oshib, tark etmasin yana yil oshib. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan qadrdon kabi yog'ayotgan qor. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar, biz juda sog'ingan baxtli kunlarning davomi, oppoq orzu kabi yog'ayotgan qor. So'zimiz boshi salom, ish boshidir intizom. Mehmonlarga chet tildan deymiz salom, assalom.
Assalom otajonlar, assalom onajonlar. Salomni yo'llaydi sizga bolajonlar. Bugun bizning maktabda juda katta tantana bilimini namoyish qiladi har bir bola. Ustozlarning o'qitin dilimizga joylaylik, dilda hayajon bilan bayramimiz boshlaylik. Bugungi bayramimizni ochib berish uchun so'zni maktabimiz direktori Juvon Quvonchboy og'amizga beramiz. Assalomu alaykum deb avvalambor aziz ota-onalar, ba'zi o'quvchilar bugungi savodxonlik bayrami hammangizga qutlug' muborak bo'lsin deymiz. Ham maktabimizga xush kelibsizlar. Endi har bir ota-ona maktabga topshirayotgan vaqtda armon etadi. Benim balam bunday bo'lsa ekan, ertaga bunday bo'lsa ekan deb. Bugün ular peki harfte öğrenip birinci kadem basarlar. Bu da kalesi bu ballarımızın işine yerten yer baskarat azamatlar düşürüyor. Muğalim kalıbı bilse muğalim kalıbı hemşe balasının aldığında okuşsunun bilimli boğanı, savatlı boğanı, ilimli boğanı жақсы görüyor. Bugün bu ballarımız bilimge, ilimge kademleri basavatlar. Hemşe dileğimiz varga hiç vakit sürükmesin. Ülkün azamat olsun. Bilimli, ilimli azamatlar olsun bunlar. Erteki günü yerde ravaşlandırатын yerimizde köpümetri kursu yaşlar. Bunlarga ülkün avmet, ülkün tabız deyimiz. Bugün ballarımızdaki sentyabr ayına basıp öğrengen harflerini көріңдер, заватанлар балаларымыздың нелерді үйренгенде өздеріңіз кейін бақар бересіздер. Сіздерде бір үлкен тілегіміз болады. Хемише мектеппен байланысты үзбеңдер. Бір айтатын нәрсеміз бар. Бұл мектепте оқытып жатырған өзіміздің балаларымыз. Ешбір мектепте Hatta Qarabağ Baksan'da sırttan gelip eşimde okumadıran yok. Hemen mektepte okumadıran özümüzün balalarımız. Hatta uşağında kadın, birovding inisinin balası, singlisinin kızı, yamasa baskası, aylanıp geldi. Hemmesi okumadıran özümüzün balalarımız. Özümüzün balalarımızın жақсы болған hemme жақсы көреміз. Sonuç için hem iltimasını hem mektepten байланысып жүрген. Класс başçısına gerek olsa günde söylüyorsunlar. Ballarımızı kollap koyatlar hemşe. Ballarımızı kollap koyatırsak bunlardan çok жақсы fikirler, жақсы ideyalar çıkarır. Ballarımızın özü bölümünü erteki günü жақсы болады. Tağın örtü bayramımıza hoş geldiniz. Mustaqil yurtimizning kelajagi bolalar ona vatan bag'rida baxtini topgan bolalar. Bizda tantana, bayramimiz to'yga mos, o'qish yosh o'rganib quvonchimiz dilga mos. Alifbedan boshlandi, ilm degan buyuk yo'l, endi biz ham o'qiymiz, savodimiz ketsin. Bizda tatli kalam, o'tir salom, assalom, qo'lim qo'lsimda deyman yurtim salom.
maktabda birinchi marta qadam bosib kelgan edilar. Bugun bilimlar mamlakatida sayr qilib yuribdilar. Bilimlar mamlakatda bemalol yurish uchun harf tanimoq, o'qish, yozishni bilish zarur. Qani ko'raylikchi bolalar harflarni tanisharmikan? Hozirgi navbatni alifbe she'rlarga beradi. Alifbeni o'rgangan bola jim turmaydi, harflar tilga kirib odamlarda so'zlaydi. Bilimlar mamlakatida boshlanan alifbedan o'qitishda do'stimiz va bizlarning alifbedan Ali adamışlar barib qanotlar yeyilgan kapalakning o'ziman, yelkan bo'lib kemalarda shamollarni ozaman. Ingichka daryodaman, davlatda dunyodaman, doim aqldosh bo'ling, shirin so'z bo'ling. Demang meni ko'rib, ehtiyot bo'ling kulib, ekranda erkin akam, ertak sizlar chinakam. Egri odamni topib, egzayin deyishdi, ekraslikdan kechdi. Ko'zda so'zay boshlaman, go'ho bo'lishim, qil qo'yo bilan qusoq so'raysan. Aka, handalay, hunar, hobli qarinjay. Borman, men inson hushida, hatto hushida. Sim yog'och va terakka o'xshab bo'yim uzunroq, igna kabi ingichka, ip kabi sal cho'zqiroq. Soyabanning barini sinib pilpas yig'lavordi, jahl bunga o'xshaydi deb jo'shib qaynon qoldi. Yer sharidik dumaloq, chirashimga olma ochar, so'ray g'ildirak dumaloq. Kitob katta bittaman, kiyik so'zda iktaman, kakalak kakkulashdimi, topikcha o'zimnikim. Dunyo sanoq oson xat bilan qazagin, ikki ustun g'alab qiya ustun tig'agin. Sochinda mendan yolg'iz laylakda ikkamiz topdim bir so'z bolalar, nechta labor bolalar. Tan qanaqa zaman til, zaman qishda qarg'achi, qarangki u qoliqchi. Ramlar harf, uni qanday yozaman? Bir qo'limni belga qo'yib, bir oyog'ing tiragin, rega o'xshab qolding sen, bor aynaga qaragin. Ikkita do'st keldik biz, qo'lni qo'lga berdik biz, qolmasdan kuchimiz sarf yozildi mo'digan. Qarga uchrasang g'alga, kiysan poypoq qo'yabza, ta'tir pilovganda, paxta biladiganda. İki chiziq, ikki harf, ko'p qilmaysan kuchqabsan, to'qmoq taroq, tundaman, taviq tovuq so'zlaman. Chala 8 demang, meni ilon bo'la olaman, sal qarchiqtatgan qani 8 o'lib qolaman. Qarasangiz shaklim orga o'xshaydi, otga belg'asangiz so'g'atini so'zdi. Yosh qiymas, biroz e'tibor bering, harfning qishiga belgi asr qiling. U tizimda qultasa bitta, uzun unumtun, usiz bo'lmas so'z butun. Men borman bilxonda ham, va vishonda ham, vatan bo'lida va so'zlarni boshlash vaqt. Har xil so'zlar yasayman, hayot so'zini boshlayman, xazina xabarda ham, xamir xat xatolda ham. Borman xayol xatoda, yo'qman hayot xatoda. Sirdoshlaşda xayolan ko'ring shundigim bilan, shahru shoshka so'zlanda ajramas ular hech ham. Cho'mi choynak va chelakchidan boshqa qarang, e'tibor berib ko'ring, belgiga hozir ko'mak. Asli juda ko'p bo'lardi, rahmari yig'armi ko'p cho'zmadi, eslatar ayt shohroqlari. Sinada turgan ortoq singa bordir suroqni qanday ishlasang, sizga o'xshaydi arzoq. Boshqa ikki hali istada toshchi navaga dushiga ko'rsatadi to'g'ri qishni. Men xil o'xshash shaklman, ahar va kehatni bar. Barakalla bolalar, biz ko'rdikki alifbodagi hamma harflarni tanib olib bizni bag'riga bosgan bolalar yuksalar yildan yil
Farzandiga jon fido, tinib tinchimas aslo. Bardam salomat bo'ling, ota-onam doimo. Navbatni shirin qizcha raqsiga beramiz. Harflarni o'rganamiz, o'qishni o'rganamiz, alifboni o'rganib, bilimli bo'lamiz. Harflarni o'rganamiz, o'qishni o'rganamiz, alifboni o'rganib, bilimli bo'lamiz. Asal, 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 belkurak, belkurak, danak, 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 esa elak. Asal, 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 belkurak, belkurak, danak, 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 esa elak. Kitoblarni o'qishni, ertaklarni o'qishni va chiroyli yozishni o'rganib olamiz. Favora, gilos, 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 handalak, handalak, esa ipak. Favora, gilos, 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 handalak, handalak, esa ipak. Alifboni o'rgansak, she'rlar ham yod olamiz. Ota va onamizni xursand qilamiz. Jo'ja, 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 kitob, 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 lola, 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 miyaga mushukcha. Jo'ja, 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 kitob, 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 lola, 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 miyaga mushukcha. Alifboni o'rgansak, biz ziyoli bo'lamiz. A'lochi va bilimdon bola bo'lamiz. Ninachi, ninachi, olmaxon, olmaxon, paypoq, 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 ga qo'g'irchoq. Ninachi, ninachi, olmaxon, olmaxon, paypoq, 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 ga qo'g'irchoq.
Endigi navbatimizni Shirin qizcha raqsiga beramiz. Dunyoda nima qildim? O'zingga ro'q jahonim, o'zingga bek O'zbekiston, sen taxta Sulaymon. Yolg'izim yagonam dema, topingan qashanam dema, o'zing meni ulug'lardan ulug'san vatanam. Bog'laringda sayr etganda, sen bor eding qalbda vatan, bog' degan she'r botganda, uni dastlab senga atadim. Bilimlar mamlakatin makon aylagan bizda ta'zim va rahmat deymiz sizday aziz ustozga. Yosh shogirdni o'ylagan, baxtimizni so'ylagan, sog' omon bo'lsin, rahmat senga yurtboshi. Endigi navbat o'g'il bolalar ijrosi besh olomon raqsi. Atayla dasturdim bugun, oyim xursand bo'larmikandi. Olsam agar besh boqon farqim, badan ko'ngli to'larmikandi. Oyim hayron bo'lib qoldi-yo, boshdan oyoq nazar soldi-yo, shubhaga ham borib qoldi-yo, rostdan dast qilarmikan deb dast qilaman men, besh olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men, dast qilaman men, besh olaman men, endi aqlli bola bo'la olaman men.
yo'lga boshlar, aziz o'rga tanish yo'lga. Ertalab bir shaxtam qadam tashlab Bilim olish yoqadi, demaylik charchadik sal, barcha undan olamiz ishoning doim yuzbal. Qo'limizda bor kitob, yuzimiz go'yo oftob, bizni doim bezaydi, go'zal xulq yaxshi oftob. Endigi navbatimiz yo'l chiqar raqsi. Я узнала маленький секрет. Ёлочки не холодно зимой. И не надо ёлочку, маленькую ёлочку забирать к себе домой. И не надо ёлочку, маленькую ёлочку забирать к себе домой. Я узнала маленький секрет. Ёлкам очень весело в лесу. Маленькие ёлочки, я от вырубки спасу. Маленькие ёлочки, я от вырубки спасу. Маленькие ёлочки мои, стать большими еле хотят. Пусть они в лесу растут, Новый год встречают тут много-много лет подряд. Пусть они в лесу растут, Новый год встречают тут много-много лет подряд. Вы узнали маленький секрет. Ёлочкам не холодно зимой. И не надо ёлочки, маленькие ёлочки забирать к себе домой. И не надо ёлочки, маленькие ёлочки забирать к себе домой. So'z o'qishni bilsang o'zing yordam kutib oyingdan javdirab turmas ko'zing. O'qing deya buvingga yolvorib turmang, yoki opajoningga yalinib yurmang. Kutib chorlab o'tirmasdan, shart o'qisa tutilmasdan. Archa sen zamonlik barcha archa qo'shiq aytadi barcha. Bo'lsin doim osuda, ona zamin albatta, osmon bo'lsin musaffo, endi sizga sevgan ona yurtida, endiga navbat lezginka. Sakın
mening nomim Dol, o'quvchim sen Alboq bo'l. Yolg'iz tursam yo'qman men, yozilishim qiyinmi? Do'ptimoq chizsang bas. Bir degan sanoq sanash uchun insonman. Bitta yurak, bitta bosh, bitta oy, bir quyosh. Yozishga ham o'ng'ayman, qozoqchaga o'xshayman. Ikki degan nomim bor, ikki birdan men tayyor. Ikki qo'l, ikki oyoq, ikki ko'z, ikki quloq. Nimaga o'xshama xush, xuddi ko'ldagi oqqush. Uchta birman nomim uch, birlashganda bo'lar kuch. Uchgacha sanayman deb shart o'ynagan har bir she'r. Men 4 degan raqamman, 2-2dan jamman. Bo'lsa ikki juft o'rtoq, to'rtta ulfat o'sha choq. 5 degulik nomim bor, raqamlar ichida o'g'or. Bir buqursni anchaman, qo'ldagi 5 bandaman. 5dan keyin oldiman, raqamlardan oldiman. 2-3 qo'ysang bas, umid ses qochon. Mening nomimda 7, endi demanglar bitta. 6dan bitta ko'pman, 7 yulduzman, to'pman. Sanaman 8 demay 2-4 qo'shsangiz foyda bo'laman, shu tasavvur qiling. Men 9man, sallar ichida yolg'izman, 8dan bitta katta bilib qo'ying albatta. Bizlar maktab qo'ynida o'qib olamiz bilim, kelajakni bo'laylik, yurtga kerakli olim. Endigi navbat yulduzlar raqsi. Osmonning yulduzimiz, oymomaning qizimiz. Osmonning yulduzimiz, oymomaning qizimiz. Sizdan bilayroqmiz, olabola quloqmiz. Sizdan bilayroqmiz, olabola quloqmiz. Yulduzlar, biz yulduzlar, yamaramiz qunduzlar. 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 Qanday yaxshi, qanday soz o'qishni bilsak o'zing. Yordam kutib oyingdan javdirab turmas ko'zing. O'qing deya bo'yingga yolvorib turmang. Yo'q joningga yalinib yurmang. Kutib chorlab o'tirmasdan, shart o'qisa tutilmasdan. 7 yoshga to'ldim men, maktab sari keldim men. Salom maktab, jon maktab, quchog'ingga olmaktab. O'zim yaxshi bo'laman, eng a'lochi bo'laman. Ona yurtim dilbanda, istiqlol farzandiman.
Barakalla bolalar, juda ajoyib bolalar ekansiz. Qisqa muddat ichida shuncha narsani bilib olibsizlar. Bilimlar mamlakati sehrli o'lka. U yerda sayr qilgan kishi ko'p narsalarning guvohi bo'lishi mumkin. Hozirgi navbat Andijon polkasi. Mahsuar mehnat o'rni taqdim. Do'stga vaqt, so'zga aql. Do'stga qalqan vatan onasini soldi. Vataning tinch, sen tinch. Aziz bolajonlar, sizga bilim berib, o'qish yozishni o'rgatgan, chin yurakdan halol mehnat qilayotgan aziz ustozimizni chin dildan tabriklaymiz. Albatta bugungi bayram tantana shu aziz ustozimning tinmay qilgan halol mehnatlari natijasidir. Hozirgi navbatimizni raz va tri raqsiga beramiz. Please.
betimga ilmning baxt nomatiga barcha fanlarning ilm gulday naqsh tikilgan. Hurmatli mehmonlar, bugungi bizning bayramimizga yana ko'plab mehmonlar tashrif buyurishdi. Bu mehmonlar sizga uzoq shimoldan kelishibdi. Hozir shu mehmonlarni davramizga taklif etamiz. Marhamat. Salom bolajonlar. Bugun men sizlarning alifbe bayramingizga uzoq shimol o'lkalaridan keldim. Bayramingiz muborak bo'lsin bolajonlar. Keyingi o'quv yilingizda sizlarga baxt, omad, bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Menga sizlarning o'lkangizdan Shimoliy qutb mening ustaxonamga sizlardan xat bordi. Endi shuni asta ochib sizlarga tilaklaringizni o'qib sovg'alaringizni beraman. Marhamat. Assalomu alaykum Qorbobo. Men bu yili 1-sinf maktabga bordim va men o'zimga kichik mashina o'yinchoq so'rayman. Rahmat. Qorbobo, bu yil men yangi yilda o'zimga qo'g'irchoq so'rayman dedi. Qorbobo, men bu yil men Qorbobodan kola so'rayman dedi. Qorboboga maktub. Qorbobo, men yangi yilda uyimizga so'k, shokolad, pachina so'raman dedi. Bunda hech qanday maktub yozilmagan, biroq Qorbobo Olovning surati chizilgan. Shu bilan maktublarimiz tamom. Bolajonlar, sizlarga o'zimning sovg'alarimni berishga ruxsat bersangiz. Marhamat.
saqlaymiz. Sovg'alaringiz sizga yoqdimi? Agar sizlar menga keyingi yilgacha yaxshi, a'lo baholar bilan o'qiyman desangiz, shunday va'da bersangiz, men keyingi yil ham kelib sizlarga sovg'a beraman. Kelishdikmi? Bayramingiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz ota-onalar, qadrli ustozlar, aziz bolajonlar hamda mehmonlar. Mana bugun yangi yil arafasida maktabimizda yaqindagina maktabimizga uchirma xush bo'lib kelib, bolajonlarimiz 1-sinfga qabul qilingan edi. Mana bugun savodlarini chiqarib 23 dekabr kuni savodxonlik bayramini o'tkazyapti. Shu bayram bilan barchangizni tabriklayman. Bolajonlarimizning o'qishlarida omadlar, kelgusi o'qishlarida Xudo xohlasa o'zimizning yurtimizga yaxshi kadrlar bo'lib yetishiga tilakdoshlik bildiraman. Hamda Matmurod va Mohira, bugungi bayraming muborak bo'lsin. Bilasizlar, Mohira necha yillardan beri maktabimizda boshlang'ich sinflarga dars berib kelyapti. Uning chiqargan shogirdlari mana hozir katta o'qishlarga kirib, nasib qilsa o'zlarimizning yurtimizga yaxshi kadrlar bo'lib kelishyapti. Mana bu bolajonlar ham Xudo xohlasa, nasib qilsa yaxshi yetuk insonlar bo'lib yetishiga tilakdoshlik bildiramiz. Hamda mana bugun bolajonlarimizning bayramini yana shodlikka shodlik qo'shish maqsadida o'qituvchisi, sinf rahbari o'zining faxriy yorlig'i bilan mukofotlamoqchi. Hammangizni shu bayram bilan tabriklayman. Taxiatosh tumani 5-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi 1A sinf o'quvchisi Shamuratov Jasurbek. Eng a'lochi o'quvchi. Tabriklaymiz. Yaxshi xulqi, odobi, bilimli o'quvchimiz. Tabriklaymiz. Yo'ldosheva Dilafruz qizimiz. Eng chaqqon, yaxshi, bilimli o'quvchimiz, a'lochi o'quvchimiz. Uskinova Ezoza. Tabriklaymiz, chaqqon qizimiz, a'lochi, jamoatchi qizimiz. Tursunbayeva Malika. Eng chaqqon, a'lochi, raqsga yaxshi tushadigan qizimiz. Tabriklaymiz. Sarsenbayev Alixa. Chaqqon, raqsga yaxshi tushadigan a'lochi o'quvchimiz. Rustamov Abrorbek. Ana chaqqon bolamiz. Omad tilaymiz o'qishlar. Qutlumurotova Ozoda. Tabriklaymiz. Yaxshi raqsga tushadi, chaqqon qizimiz. Qurbonboyev Damir. A'lochi, jamoatchi o'quvchimiz minakay.
o'qiydi, a'lochi o'qishimiz. Atamuratov, Mirzamuratov Bunyodbek. A'lochi bolamiz. Madrimova Mubina. Chaqqon qizimiz, ha? Qo'shinbetova Ayzoda. Karimbayev Amirbek. Voy zo'r aka. Yaxshi o'qiydi, ha, a'lochi bolamiz. Kamolova Sarvinoz. A'lochi qizimiz. Ismoilova Dilnoza. A'lochi qizimiz. O'yinchi, raqsga yaxshi. Ibragimova Malikaxon. Voy, a'lochi jamoat qizimiz. Fayzurahmonov Umarjon. A'lochi bolamiz, ha? Ergashboyeva Yorqinay. A'lochi jamoatchi o'quvchisi. Eldashboyev Shukrullo. Durdubayev Fozilbek. A'lochi jamoatchi o'quvchisi. Achilboyeva Irodaxon. Allambergenova Ruxshona. Alimbayev Bekzod. Aytbayev Botirbek. A'lochi jamoatchi o'quvchilarimiz. Abdurimov Damir. Mahira ishlaringda omadlar tilayman. Xudoyim shu o'quvchilarni yorug' yuz qilib, kelajakda katta o'qishlarga kirib, o'qishlariga tilakdoshlik bildiraman. Hech qachon charchama. Rahmat. Sizning yo'lingiz bersin. Yaxshilab Hurmatli mehmonlar, shuning bilan bugungi bayramimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammangizga rahmat.